Shaytonning askarlari 9-qism. Milliardlab insonlar smartfonlarga ega va bu telefonlarga bog'lanib qolish nima ekanini siz ham yaxshi bilsangiz kerak. Google'ning sobiq xodimlaridan biri ta'kidlaganidek, bularning bari shunchaki bir tasodif emas. Demak, sizlar bizning bu vositalarga yana ham ko'proq vaqtimizni sarflashimizni xohlaysiz. Biznesini turli narsalarni reklama qilishning ustiga qurayotgan har qanday kompaniya uchun o'z mahsulotiga odamlarni qanchalik ko'p vaqt sarflashlari juda ham muhim. O'z-o'zidan ular xaridorlarning shu mahsulot uchun qancha vaqt sarflayotganlariga juda qiziqishadi. Chunki odamlar qancha ko'p vaqtini shu gadjetlarga sarflashsa, ular ham shuncha ko'p pul ishlashadi. Buning uchun esa ular har qanday vositalar, dasturlar orqali insonlarni o'ziga tortuvchi, imkon qadar ularning ko'proq va ko'proq vaqtini oluvchi mexanizmlarni ana shu telefonlarga shunday joylashadiki, natijada insonlar hatto uyqudan uyg'onganlarida ham bu mexanizmga qarab intilishlarini istashadi. Agar biz bu dasturlarning ishlab chiqilish mexanizmi va asosini o'rganadigan bo'lsak, bunda sizni shu gadjet bilan imkon boricha ko'proq diqqatingizni, xayolingizni, vaqtingizni ola olsak, xuddi sizga oz miqdordan dopamin yuborgandek bo'lamiz. Ya'ni huzur, halovat dozasi yuborilgan kabi bo'ladi. Bu nima deganim? Misol uchun Facebookni ko'radigan bo'lsak, siz joylagan rasm yoki postga kimdir like bosadi yoki izoh yozib qoldiradi. Bu esa qandaydir bir zavq tuyg'usini uyg'otadi va sizni ham yanada faolroq bo'lishga undaydi. Ana shunda esa o'zaro aloqaning to'riga tushib qolganingizni sezmay ham qolasiz. Bu cheksiz davom etaveradi. Bu esa men kabi dasturchi yoki xakerlar o'ylab topadigan va ustida tinimsiz ishlaydigan loyihalarning asosiy urg'u beriladigan joyi hisoblanadi. Biz insonlar psixologiyasidagi eng nozik jihatlar bilan o'ynashgan holda bu loyihalarni ishlab chiqishga majburmiz. Men, Mark, Instagramda Kevin uning xatarli tomonlari bo'lishini taxmin qilgan bo'lsak-da, baribir qo'l urishga majbur bo'ldik. Biz bu ishlar boshlanishidan avval bular insonlar uchun qandaydir yomon oqibatlarga olib borish xavfi borligini qalbimizning tub-tubidan his qilgandik. Ammo biz xohlagan narsa bu emasdi. Hozirda ushbu vositalar ijtimoiy aloqalarni borgan sari yemirib bormoqda. Axir jamiyat nimadan tarkib topgan? Kelajakdagi liderlardan biri sifatida maslahat o'laroq sizga shuni aytgan bo'lar edimki, bu narsalar siz o'ylayotganingizdan-da jiddiyroq. Agar biz bir yirtqich hayvonni asta-sekinlik bilan boqishda davom etsak, oxir-oqibat o'zimiz uning yemishiga aylanamiz. Ammo biz uni vaqtimiz bilan oziqlantirishdan kamaytirsak, nazoratni qo'lga olishimizga umid bor. Insonlar bu vositalardan, ya'ni bizni o'ziga qattiq bog'lab qo'yayotgan bu elektron vositalardan o'zlarini tiyishlari lozim. Oz-ozdan ongimizga kiritilayotgan dopamin, ya'ni qo'shtirnoqdagi huzur, halovat dozasi ijtimoiy hayotimizga kattadan katta zararlar keltiryapti. Insoniy madaniy muloqot, o'zaro iliq, samimiy munosabatlar qani ular? Noto'g'ri, yolg'on ma'lumotlar bu faqatgina Amerika yoki Rossiyada bo'layotgan bir holat emas, balki bu global muammodir. Mening fikrimcha biz hozirda haqiqatdan ham eng yomon vaziyat bilan yuzlashib turibmiz. Bu insonlarning xulq-atvorini, o'zini tutishini tub-tubidan yemiryapti. Menda bu muammoga nisbatan optimal bir yechim yo'q, ammo mening tutgan yo'lim shuki, bu vositalardan umuman foydalanayotganim yo'q. Bilasizmi, yomon xulqli aktyorlar hozir keng miqdordagi auditoriyani boshqarishi mumkin. Ishlar juda yomon tomonga qarab ketmoqda. Biz hozir muammolarni o'zimiz quloch ochib kutib olyapmiz. Biz hayotimizni qandaydir soxta tuyg'ular, qisqa vaqtga nafsimizni rohatlantiradigan bir asosga qurib qo'yayotgandekmiz. Bu soxta makonda bizlarni yurakchalar, layklar, izohlar bilan mukofotlashadi va biz buni haqiqat deya adashtiramiz. Aslida u yolg'on mashhurlikdan boshqa hech narsa emas. Bu juda qisqa vaqt davom etadi. Tan oling, bular sizni ilgaridan-da ko'ra yolg'izroq va yanada mahrumroq qoldirmoqda. Siz shunchaki buni anglamayapsiz, ammo sizning fikrlaringiz programmalashtiryapti. Agar siz nimagadir mukkasidan ketsangiz, hayotingiz
va xayolingiz o'sha narsaga qaratilgan bo'ladi. Shu yo'sinda sizning dushmaningiz e'tiboringizni jamlagan bu narsa orqali sizni osongina nazorat qila oladi. Bu ijtimoiy vositalar orqali sizni nazorat qilishlari uchun ularga sizning rasmlaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz kerak emas. Balki ularning o'zi turli xil xulqingizga ta'sir etadigan, aqidangizni buzadigan ma'lumotlar, videolar joylab ham sizning hayotingizni, qimmatli vaqtingizni va yana bir qancha qadrli ne'matlaringizni o'g'irlashlari mumkin. Va shu ishni ular hozir sizda amalga oshirishyapti. Ular sizning aqliy salohiyatingizni qandaydir foydasiz narsalarga sarflab qo'yishingiz, fikrlashdan, tafakkur qilishdan to'xtashingiz va buning natijasida boshqa muhim ishlardan yiroqlashib borishingiz hamda buning o'rniga keraksiz narsalar bilan band bo'lib qolishingiz orqali ular sizni o'zlari ishlab chiqqan bir tizimning quliga aylantirishyapti. Ha, ana shu tarmoqlar, ana shu tizimlar orqali shayton sizning qimmatli vaqtingizdan mahrum etmoqda. Siz bu tizimning to'riga, tuzog'iga tushsangiz, oxiri tugamaydigan bir safsata kitobini varaqlayverasiz. Go'yoki siz butun dunyo bilan aloqa qilayotgandek bo'lasiz. O'zingizni barcha narsadan xabardordek his qilasiz, ammo aslida siz mutlaqo yolg'izlikda, bir zulmat ichida bo'lasiz. Aynan shu yo'sinda ular jamiyatlarni bo'lib yuborishadi. Ulardagi insoniy hamjihatlik, jamoaviylikni sindirishadi va bir qancha millatlar ustidan nazoratni qo'lga kiritishadi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Qiyomat kunida banda 4 narsadan so'ralmagunicha uning qadami joyidan jilmaydi deganlar. Ulardan biri bilasizmi nima? An umrihi fima afnah. Umrini nimaga sarf etgani. Internet yoki ijtimoiy tarmoqda 5000 lab obunachim bor deya maqtanadigan, faxr tuyadigan insonlar yolg'on domiga tushib qolyapsizlar. 9 soatlab internetda o'tirganidan so'ng u insondan so'raylik. Oilang uchun, ota-onang, yaqinlaring, bolalaring uchun, qo'shning uchun, ummat uchun nima foydali ish qilding deya so'ralsa, bilasizmi nima deb javob beradi? Men Facebookka post joyladim va 200 like to'pladim deydi. Va xuddiki muhim bir ahamiyatga ega ishni qilgandek qaddini tik tutib yuradi. Davomi bor, inshaalloh.